Onasini sizga bitta narsaga tushunmayman-da. Men hech onasini sizga hech aqlim yetmaydi. Qayerdagi qanaqadir kod, qanaqadir so'skalarni videolari milliardlab ko'riladi. Onasizga bizga o'xshagan oddiy mehnatkashlari videolari hech ko'rilmaydi. Nima shunchalik jalkami bitta like bosib, bitta kommentariy bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish. Prosta men shu narsaga hech aqlim yetmaydi. Yana musulmonmiz, unaqa bunaqa deymiz, lekin dinimiz musulmon, qilayotgan ishlarimiz vahshiy yevriydan battar. Ya'ni yevriylar bunaqa qilmaydi. Onasinizga o'sha narsalarga men hayron qolaman. Nega bunchalik darajada pul uchun o'zbeklar juda o'zgarib bormoqda. Hozir diskotekalarga borsangiz, oldin yarim tizza bo'yi ko'ylak kiysa, hozir pashta gol bo'lib o'ynayapti. Bunga qarayotgan odamlar bormi? Hech tushunmayman. Qayerdagi ko'rasiz prosmotrlar it. Lekin mana bunaqa menga o'xshagan va yana boshqa oddiy odamlarning videolari ko'rilmaydi, qizig'i ham yo'q.